birey hayat şirin muhabbette mehrimni birey tik yaşığın nesiven var ayda quyoshda dilbirga haroratin tepdimni birey tik yaşığın nesiven var ayda quyoshda dilbirga haroratin tepdimni birey Aslan salay xanını soğsa çok duran Çay içeyli bir çimidin Turup yan uyan O da günlük tunaldı bu Hemmimiz mihman Ademlerge ademilik Harzimni birey Meni bulan deb bilgin Qanat qoqsam yana suzib osmon deb bilgin Hamlanmagin mushkulimda qaqam deb bilgin Otash qo'llab sana taju taxtimni berey Gamlenmigin müşkülümde Hakan'da bilgin Ateş kullan sana tacu Tahtımni birey Mikro apa ikim bulup Kalsın yürekke Çin sevgidin tolsun alem Gülge çiçekke Nime yetsin bu dünyada Bağır ekenlikke Ten küleyli kirek kılsan Baktımni birey Ten küleyli kirek kılsan Baktımni birey Şirinçi sahnasiga kelgan qadamlaringizga marhaba aka. Bizningki Abdurim rayonimizdagi har millat xalqi Abdulla Abdurahim apandining naqshini intayin yaxshi ko'rib anglaydi. Abdulla Abdurahim apandini o'z qalbidagi eng yuqori o'ringa qo'ygan san'atkorimiz deb tunuydi. Mushu munosabat bilan Şirinçi sahnasiga Abdulla Abdurahim apandining kelganligini ko'rib, menimcha nurg'unlagan ko'rarmanlar bu programmani bizning cho'ng cho'lponlarimizni ko'rdigan degan tuyg'uga keldi yaxshijon aka. Bizning programmamizni ko'ramiz odatda. Albatta ko'raman. Shirin tush programmasi yo'lga qo'yilgandan to hozirga kelguncha az bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Buni ko'zimiz ko'rib turyapti. Bizning jamiyatimiz iqtisod jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, har qaysi taraflardan yaxshi natijalarga, ilgirlashga, taraqqiyotga erishayotgan bugungi kunda mamnuniyat tuyg'usi bo'lmasa, razimanlik tuyg'usi bo'lmasa, u baxtsizlik. Mayli bir kishi siz uchun qanchalik ish qilsin, cho'ng ish qilsin, kichik ish qilsin, chin yuragidan chiqarib sizning yaxshiligingiz uchun, sizning kelgusingiz uchun yoki oldingizda maqmoqchi bo'lgan qadamlaringiz uchun az to'la ish qilgan bo'lsa, biz uningga nisbatan minnatdorlik tuyg'usida bo'lishimiz kerak. Atam aytgan,
odamlarga qo'lingdan kelish yaxshilik qilgin. Ammo yaxshilikni bilmagan bilimsiz kishidan yiroq qoch. U bir ofat deb aytgan. Dadamning so'zini men qalbimda muhr qilib o'ygan. Rost demisizmi? Yaxshilik cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, umuman uning ismi yaxshilik. Shirin tush programmasiga tijoratchi do'stlarimizga, ya'ni singillarimizga va har qaysi sohadagi sizlarga o'xshash jafokashlarga rahmatimizni aytishimiz kerak. Rahmat aka. Yana bir savolim bor aka. Mayli. Ko'nglingiz tuyib bo'ldi yaxcham. Mening doim so'raydigan savolim, sizning shirin tush orzu armonlaringizni bir anglab boqqanmiz. Endi bizning bu yoshda shirin tush orzu armonlarimiz intayin jiq bo'ladi ekan, bag'an sir ko'payib ketadi ekan. Bu yilqi yaxshi bir orzuyim meningcha yil oxirisigacha yangilik to'lgan, mazmuni sarxil bo'lgan, jonliq bo'lgan bir yaxshi asarni, ya'ni bir naqsh kechiligini vujudga chiqarish. Bu mening shirin orzuyim. Shirin tushlaringizning reallikqa aylanishiga tilakdoshmiz aka. Shirin tushlaringizning o'zingiz o'ylagandan-mu shirin holda ro'yobga chiqishiga ishonchimiz komil. Qutlug' tilaymiz aka sizga. Rahmat.